Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizning obunachilari va bizni obuna bo'lmasdan kuzatib borayotgan hamyurtlarimiz. Bizni kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Bu videoni tarqalishida bizni keyingi videolarda olishimizga bizga yaxshi motivatsiya bo'ladi. Agarda bizni masalan qanchalik ko'proq odamni ko'rsa, bizni bu ishni davom ettirishimiz uchun biz uchun bu motivatsiya bo'ladi. Agarda bizni kamroq odam ko'rsa, biz bir kun kelib vaqt ketkazib o'tiramanmi shunga ham, menga foydasi yo'q joyida degan fikr tug'ilib, biz bu ishni to'xtatib qo'yishimiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz Germaniyaga biznes viza. Germaniyada qancha pul topsa bo'ladi va Germaniyadagi hozirgi kundagi xarajatlar, kundalik xarajatlar haqida siz bilan gaplashib o'tamiz. Eng birinchi navbatda biznes vizaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, biznes viza ikki turga bo'linadi. Qisqa muddatli biznes viza va uzoq muddatli. Qisqa muddatli biznes vizalarga nimalar kirishi mumkin? Agarda siz Germaniyadan birorta tovar olib ketmoqchi bo'lsangiz, mahsulot, texnologiya, mashina sotib olib ketmoqchi bo'lsangiz, siz qisqa muddatli biznes viza olishingiz mumkin. Buning uchun sizga sizga mahsulotni sotayotgan odamdan yoki kompaniyadan taklifnoma bo'lishi kerak. O'sha odam haqiqatdan shu meni oldim kelyapti, shu mahsulotni sotib olmoqchi. Bu mashina bo'lishi mumkin, texnologiya bo'lishi mumkin, texnika bo'lishi mumkin, zavodingizga ishlab chiqarish uchun har xil sozlamalar bo'lishi mumkin. Har xil jihozlar, uy jihozlari bo'lishi mumkin. Siz Germaniyadan kelib uy ham sotib olishingiz mumkin, sotib olib ketishingiz mumkin. Siz Germaniyaga kelib sotib olib ketishingiz uchun yoki birorta kompaniya bilan shartnoma tuzgani kelsangiz, sizga qisqa muddatli biznes viza beriladi. Bu 90 kungacha beriladi. Germaniya elchixona sizdan nimalarni talab qiladi? Asosiy talab bu sizni kimni oldiga kelayotganligingiz to'g'risidagi taklifnoma, qayerda yashaysiz, u odam sizni kutib oladimi, qaysi shaharga kelyapsiz. Shularni o'zi kifoya sizga biznes vizani berilishiga. Agarda barchasi joyida bo'lsa, sizga biznes viza beriladi va siz osongina Germaniyaga kelib ishingizni bitkazib ketishingiz mumkin. Keyingi turi uzoq muddatli biznes viza. Bu 21-paragrafga asosan sizga Germaniyaga biznes viza berilishi mumkin, uzoq muddatli. Agarda siz Germaniyada biznes qilishni xohlasangiz yoki Germaniyada O'zbekistondagi kompaniyangizni yoki boshqa joydagi birorta kompaniyangizni filialini ochmoqchi bo'lsangiz yoki boshqatdan Yevropada biznes qilmoqchi bo'lsangiz, sizga uzoq muddatli biznes viza ham berilishi mumkin. Bunda til talab qilinmaydi. Faqat sizdan asosiy talab qilinadigan narsalar: biznesingizni moliyalashtirish to'g'risidagi kafolat. Siz qanday qilib moliyalashtirasiz biznesingizni? Sizda sponsoringiz bormi yoki sizga investitsiya qiladigan birorta yevropalik odam bormi, boshqa birorta odammi, yoki sizda o'zingizda xususiy kapitalingiz ham bo'lishi mumkin. Xususiy kapitalingiz bo'lsa, masalan, xususiy kapitalingiz qancha bo'lishi kerak? Bu qilmoqchi bo'lgan biznes ideyangizga bog'liq. Siz ikkinchi hujjat biznes reja. Siz biznes reja tuzasiz. Germaniyada qanchalik aktual bo'lishi shart. Agarda masalan Germaniyada yurishib ketadi deb hisoblamasa, Germaniya elchixonasi sizga biznes rejangizga rad javobini beradi va sizga biznes viza bermaydi. Buning uchun Germaniya bozorini o'rganib chiqish kerak. Nimalar, masalan, hozirgi kunda qanday bizneslar hali ham aktual, qaysi bizneslar o'lib bormoqda. Va bularni ham siz o'rganib chiqishingiz kerak. Biznes reja tuzib turib, biznes rejangizga qancha kapital kerak bo'ladi, shuni hisoblab chiqarasiz va shuni tasdig'ini ko'rsatadigan sizda o'sha darajada pulingiz bo'lishi kerak. Agarda sizda masalan biznes proyektingiz 30 ming yevrolik bo'lsa, ish boshlashingiz uchun sizdan где-то 40 ming yevro kapital bo'lishi kerak. Chunki 30 ming yevro ishni boshlab olishingiz uchun, yana 10 ming yevro siz o'zingizda yashab turishingiz uchun. Men misol tariqasida aytyapman. Buni biznes rejani masalan hisoblab chiqarishingiz mumkin. Bizga murojaat qilsangiz, bizda masalan mutaxassislarimiz Germaniyada nafaqat rekruting bilan shug'ullanamiz, balki biznes konsultatsiya berish bilan ham shug'ullanamiz. Germaniya fuqarolariga ham, Ukraina fuqarolariga ham, SNG davlatlari fuqarolariga ham biznes viza olishda yordam beramiz. Ularni biznes rejalarini tuzishda yordam beramiz. Chunki bizdagi mutaxassislar Germaniya bozorini juda yaxshi bilishadi, iqtisodiy bozorini, har bitta Bundeslandni, har bitta shaharda iqtisodiy holatini juda yaxshi bilishadi. Shunga qarab, masalan, agarda siz hattoki siz oddiy kelib kafe ochmoqchi bo'lsangiz ham Germaniyada, biz bunga ham biznes reja tuzib, biznesingizni Germaniyada ro'yxatdan o'tkazishga yordam beramiz. Bu jarayonlar juda sekin davom etadi. Agar siz o'zingiz shug'ullansangiz, bu jarayonni shug'ullana ham olmaysiz, chunki notariusingiz bo'lishi kerak, o'zingiz ishongan shtoyrberator, soliq konsultanti va yaxshi yuristlaringiz bo'lishi kerak. Agar bular bo'lmasa, siz Germaniyada biznes boshlay olmaysiz. Ikkinchi mavzuyimiz: biznes orqali Germaniyada qancha pul topsangiz bo'ladi? Germaniyada biznes qilish arziydimi? Meni bitta javobim bor: ha, arziydi. Soliqlarini kattaligiga qaramasdan ham, barcha narsasiga qaramasdan biznes qilishga arziydi. Lekin degan joy bor. Agarda siz
biznesingizda rentabilnessini 150-200% bo'ladi deb hisoblasangiz, shunaqa rentabilniy biznes xohlasangiz, bunaqa narsani ilojisi yo'q. Germaniyada biznes qachongi rentabilniy hisoblanadi? Agarda 120% bo'lsa, ya'ni 20% sizni kapitalingizdan oyiga 20% pul qolsa, biznesingiz rentabilniy hisoblanadi, super rentabilniy hisoblanadi. O'rtacha rentabilnessda biznesda 112% hisoblanadi, 10-12%. Masalan, siz 10 ming kapital qo'ygan bo'lsangiz, siz oyiga 1000-1200 yevro foyda ko'rayotgan bo'lsangiz, shu sizga yaxshi biznes hisoblanadi Germaniyada. Sababi soliqlari baland, lekin sizda hech kim masalan tazyiq o'tkazmaydi soliqlar. Undan tashqari, bularni ham moliyalashtirishda davlat ko'maklari juda ko'p. Siz subsidiyalar olishingiz mumkin, qaytarib bermaydigan, qiladigan biznesingizni turiga qarab. Agarki Germaniyada talab kuchli bizneslar bilan IT sohalarida yoki raqamlashtirish sohalarida masalan biznes qilsangiz, sizga davlat tomonidan subsidiyalar ham ajratiladi, sizni biznesingiz yaxshi qo'llab-quvvatlanadi. Germaniyada masalan pul topish uchun yaxshi biznes qilmoqchi bo'lsangiz, boshida qiyin, lekin zo'r tomoni bor. Biznesingiz Germaniyada uzoq muddat ishlaydi. Germaniya birdan kelib boyib ketadigan davlat emas. Yana qaytarib aytib o'taman. Germaniyada siz uzoq muddat rejalashtirib pul topasiz. Uzoq muddat rejalashtiriladigan davlat. Sizni rejangiz 10 yilga bo'lishi kerak. Agar 10 yillik rejangiz bo'lmasa, Germaniyada biznes boshlashingizni keragi ham yo'q. Hozirgi kunda masalan qurilish sohalarida ham biznes qilmoqchi bo'lsangiz, biznesingizni masalan kelajagi zo'r, gap yo'q, lekin birdaniga boyib ketishga ilojisi yo'q. Chunki bu yerda masalan turiga qarab spekulyatsiya naloglari bor. Spekulyatsiya nalogi nima? Siz masalan tovarni bittasidan olib, yana ikkinchisiga qimmatga sotib olsangiz, siz ko'proq nalog to'laysiz. Buni spekulyatsiya nalogi deydi. Keyin bu yerda masalan siz olgan narxingizdan juda ko'p qo'ya olmaysiz. Bozor katta. Bozorda masalan kuchli, agar unikal mahsulot yaratgan bo'lsangiz, yaxshi foyda topasiz. Endi juda ko'p o'zbeklar ham hozir Germaniyada biznes qilishmoqda. Oldin kelgan, bir 10-15 yil oldin kelgan o'zbeklarimiz masalan tarjimonlik qilishmoqda, qonun jarayonlari bilan shug'ullanishmoqda yoki shtor operatorlik qilib, mana o'qishni bitirib shtor operatorlik qilib soliq konsultanti bo'lib ishlashmoqda. Bularni narxlari germaniyalik firmalar bilan solishtirganda 2-3 barobar baland. Biz eksperiment tarzida 3-4 ta tarjimonga telefon qilib ko'rdik, narxlarni bilish uchun. Men soatiga 85 yevro olaman deydi bittasi. Ha, yaxshi, soatiga 85 yevro olsangiz olavering deydi. Chunki men bu yerda soatiga 25 yevro oladigan turk tarjimonlar bor. Nemis tarjima byurolari bor. Rus tarjima byurolari bor. Bularning hammasi kam pul olishadi. Ular aytayotgan narxda 2 barobar, 3 barobar past olishadi. O'zbekni ko'zini o'zbek cho'qiydi degandek, agar siz masalan yaxshilik qilib, masalan birga o'zbeklar bilan ishlaymiz deb qancha harakat qilsangiz Germaniyada shuncha yutqazasiz. Bularning narxlari Germaniya narxlaridan baland. Masalan, bizning firmamiz narxlari biz Germaniya firmalari bilan qarab ish tutamiz. Biz ham masalan bozor iqtisodiyotiga qarab ish tutamiz. Chunki biz faqat o'zbeklarga yo'naltirilgan kompaniya emasmiz.